Assalomu alaykum birodarlar. Tugmali fasollarimizdan so'raganlar uchun stoyka orqali bo'ladi. Selim matosi mana shu pol mana shungacha buni shtampil aralash xullas. Selim unchalik kirmaydi. Razmerlari standart bo'ladi. 48 dan 52 gacha tushadi. Narxini 44 ming qilib beramiz. Hammasini ulgurji olaman deganlar uchun optim yig'ishtirib olishga narxini o'tib beramiz. Bunaqa ko'p o'tib bermaymiz, o'tib beramiz lekin 44 mingdan olib borib sotaverasizlar bemalol. Bularni ham 44 ming qilib beramiz. Shularni o'pishib olgan ko'p qolmadi. Bular yangi fasollarimiz. Oldida bitta cho'ntagi bo'ladi, bir tarafda cho'ntagi yo'q. Mana yaqinroqdan ko'rsatadigan bo'lsak, oldilari baraqli, bunaqasi fason emas, oddiy baraqli, yaqali. Oldiga pistondan ikkita qadalgan. Shu holatiga cho'ntakli bo'lib, standart bo'lib 48 dan 52 gacha narxini 49 ming qilib beramiz. Pachka optimga donalab olmoqchi bo'lganlar Telegram gruppamizga o'tinglar, donaga ham qilib beramiz. Narxi sal boshqacha bo'ladi. Aralashtirib, bundan bir dona, bundan bir dona, bundan bir dona qilib hammasidan yana atrofimizdagi narsalardan ham bor. Atrofimizdagi narsalardan ham bor, ulardan ham dona qilib dastlabki qilib beraveramiz. Kelmoqchi bo'lganlar uchun Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi bozor.